Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Isroil Trampning sulhiga tupurdi. Pentagon rahbari Pit Hegseth Trampga Eronga qarshi operatsiya haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda. Bu to'liq Eronning g'alabasi demak. Tramp Yaqin Sharqda oltin asr boshlanishini aytdi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzcardga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Pentagon rahbari Pit Hegseth Trampga Eronga qarshi operatsiya haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda. The Washington Post nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh Mudofaa vazirligi Pit Hegseth Trampga Erondagi harbiy harakatlari haqida noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etyapti. Manbalarning so'zlariga ko'ra, AQSh ma'muriyatida vazirning hisobotlari haddan tashqari optimistik ekani va bu davlat rahbari hamda aholini chalg'itishi mumkinligidan xavotirlar bildirildi. Bu to'liq Eronning g'alabasi demak. Eron tomonidan taklif qilingan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv asosi sifatida qabul qilingan 10 banddan iborat reja tafsilotlarini ommaviy axborot vositalari e'lon qilmoqda. Eron va unga ittifoqchi bo'lgan qarshilik guruhlariga qarshi har qanday tajovuz harakatlarini to'liq to'xtatish, AQSh harbiy kuchlarini mintaqadan olib chiqish, bazalardan Eronga qarshi har qanday hujumlarni taqiqlash va qo'shinlarni jangovar holatga keltirishdan voz kechish, Eronning Hormuz Strait ustidan nazoratni saqlab qolish, barcha birlamchi va ikkilamchi sanksiyalarni, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti sanksiyalarini bekor qilish, Eronga yetkazilgan zararni investitsiya va moliyaviy jamg'arma orqali qoplash, Eronning yadroviy qurol yaratmaslik majburiyati, AQSh tomonidan Eronning uran boyitish huquqini tan olish va uning darajasi bo'yicha muzokaralar o'tkazish, Eronning o'z manfaatlariga muvofiq ravishda mintaqadagi davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama tinchlik kelishuvlari bo'yicha muzokaralarga roziligi, barcha tajovuzkorlarga nisbatan barcha qarshilik guruhlariga hujum qilmaslik tamoyilini tatbiq etish. Shuningdek, Eron televideniyasi xabariga ko'ra, Tehron Hormuz orqali o'tadigan kemalardan yiliga taxminan $64 milliard daromad oladi. Eron ommaviy axborot vositalari Tramp ushbu rejani qabul qilganini ta'kidlamoqda. Tramp Yaqin Sharqda oltin asr boshlanishini aytdi. Eron bilan 2 haftalik o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv va nizoni hal qilish bo'yicha bo'lajak muzokaralar fonida AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharqda oltin asr boshlanishini aytdi. Bu haqda u o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Butun dunyodagi tinchlik uchun buyuk kun. Eron bu sodir bo'lishini xohlaydi. Ular to'yib ketishdi. Boshqalar kabi. Amerika Qo'shma Shtatlari Hormuz bo'g'ozidagi blokada bilan bog'liq muammoni hal qilishga yordam beradi. Ko'plab ijobiy harakatlar bo'ladi. Bu Yaqin Sharq uchun oltin asr bo'lishi mumkin, deb yozdi respublikachi. Trampning qo'shimcha qilishicha, Eron qayta tiklanish jarayonini boshlashi mumkin va katta pullar ishlab topiladi. Kecha 7-aprel kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan 2 haftalik o'zaro o't ochishni to'xtatish bo'yicha sulhga erishilganini e'lon qildi. Amerika yetakchisining aniqlik kiritishicha, ushbu qaror Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharifning taklifi hamda Eron Islom Respublikasining Hormuz bo'g'ozini to'liq zudlik bilan va xavfsiz tarzda ochishga tayyorligini inobatga olingan holda qabul qilingan. Eron davlat televideniyasining xabar berishicha, Tehron o't ochishni to'xtatish bo'yicha 10 ta shartni ilgari surgan va AQSh ularga rozi bo'lishga majbur bo'lgan. Ular orasida hujum qilmaslik tamoyili, Tehronning Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorati, Eron hududida uranni boyitish, asosiy va ikkilamchi sanksiyalarni bekor qilish, tovon puli to'lash, Amerika kuchlarini mintaqadan olib chiqib ketish kabi shartlar bor. Sharif Eron va AQSh delegatsiyalarini barcha nizolarni hal qilish bo'yicha yakuniy kelishuvga erishish uchun 10-aprel kuni Islomobodga muzokaralar stoliga taklif qildi. CNN telekanali xabariga ko'ra, Amerika delegatsiyasi tarkibidan vitse-prezident J.D. Vance, prezidentning maxsus elchisi Steve Witkoff va Trampning kuyovi Jared Kushner o'rin oladi. Isroil Trampning sulhiga tupurdi. 8-aprel kuni Livanning janubida joylashgan Al-Kaliala aholi punktida yaqinida Isroil droni tez yordam mashinasiga zarba berdi. Hujum oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Lebanon 24 agentligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, zarba mamlakat sog'liqni saqlash tizimiga qarashli tez yordam avtomobiliga berilgan. Bu zarba ortida shifokorlar va mashina ichida bo'lgan bemorlar halok bo'lgan. Voqea joyida zudlik bilan qutqaruv ishlari olib borilgan. Mashina qaysi shifoxonaga tegishli ekani hali aniqlanmagan. Isroil
tomoni bu zarbani Hizbullohga qaratilganligini bildirgan, ammo voqea oqibatida guruhga tegishli hech kim jabrlanmagan. Qayd etish joiz, voqea AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan e'lon qilingan sulh bitimidan bir kun ham o'tmay sodir bo'ldi. Bu harakat AQSh va Eron kelishgan 2 haftalik bitimning amalda buzilishidir, chunki sulh AQSh va Eron o'rtasida tuzilgan bo'lishiga qaramay, uni Isroil ham qabul qilgan. Eron tomonidan taqdim etilgan bitimda Livanga zarba bermaslik sharti ham qo'yilgandi. Buni Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ham aytgan. Livan Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 3-aprel holatiga ko'ra Isroil hujumlari oqibatida mamlakat bo'ylab qurbonlar soni 1.3 mingdan oshgan. Yana 4.1 mingdan ortiq kishi jarohat olgan. Madaniyat vazirligi san'atkorlarni soliqqa tortishda yengillik so'radi. Avvalroq Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni soliqqa tortish va hisobini yuritish tizimini soddalashtirish to'g'risidagi qaror loyihasida O'zbekistonda san'atkor va boshlovchilar har bir to'y yoki konsert uchun soliq to'lashi nazarda tutilgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur loyiha ortidan Madaniyat vazirligi san'atkorlarni soliqqa tortishda yengillik so'radi. Loyihaga muvofiq san'atkorlar, boshlovchilar hamda konsert tomosha sohasida xizmat ko'rsatuvchi boshqa ijrochilarning to'y, yubiley, sunnat to'yi, nikoh marosimlari, restoranlar va boshqa tadbirlardagi har bir chiqishi bir xizmat, bir to'lov tamoyili asosida soliqqa tortilishi nazarda tutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim fuqarolar tomonidan soliq to'lashda yengillik va adolat tamoyillarini ta'minlash lozimligi haqida fikrlar bildirilmoqda. Xususan turli sohalarda faoliyat yuritayotgan fuqarolar, jumladan kam va o'rta daromadli ishchilar, xususiy tadbirkorlar, savdo xodimlari, haydovchilar hamda qurilish sohasi vakillari belgilangan tartibda soliq to'lab kelayotgani qayd etilgan holda, nega konsert tomosha sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim shaxslar uchun alohida yoki farqli yondashuv bo'lishi kerak degan mazmundagi savollar ilgari surilmoqda. Madaniyat vazirligiga ko'ra, Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni soliqqa tortish va hisobini yuritish tizimini soddalashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish to'g'risidagi qarori loyihasi Madaniyat vazirligi hamda O'zbek konsert davlat muassasasi tomonidan atroflicha ko'rib chiqilgan. Madaniyat vazirligi tomonidan hujjat loyihasining ayrim bandlari yuzasidan tegishli tartibda rasmiy e'tirozlar kiritilganiga qaramasdan ushbu loyiha Adliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bugungi kunda konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar uchun soliq to'lash tartibi amaldagi qonunchilik asosida belgilangan. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-iyuldagi konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslardan davlat bojini undirish hamda ularni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga asosan mazkur toifadagi shaxslar uchun daromad solig'ini deklaratsiya asosida yoki qat'iy belgilangan tartibda to'lash mexanizmi joriy etilgan. Ushbu tartib asosida san'atkorlar har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobaridan kam bo'lmagan miqdorda ijtimoiy soliq to'lab kelmoqda. Bugungi hisob-kitoblarga ko'ra ushbu miqdor 412 ming so'mni tashkil etadi. Shuningdek, ular alohida yillik daromadidan deklaratsiya asosida 12% miqdorda daromad solig'i ham to'laydi. Demak, amaldagi tartibga ko'ra konsert tomosha sohasida faoliyat yurituvchi shaxslar soliq to'lash tizimidan tashqarida emas. Ular uchun qonuniy soliq mexanizmi amalda mavjud va qo'llanilmoqda. Shu nuqtai nazardan bugungi muhokamalarda ayrim holatlarda uchrayotgan san'atkorlar umuman soliq to'lamaydi degan talqinlar haqiqatga to'liq mos kelmaydi, deyiladi vazirlik munosabatida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-maydagi madaniyat va san'at sohasini jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan vazirlik va boshqa davlat organlari tomonidan tashkil etilgan davlat tadbirlari hamda boshqa tadbirlarga jalb etiladigan ijodkorlar va ijrochilarning xizmat haqlari, gonorarlari qonuniy tartibda to'lab berilishi bo'yicha ham aniq mexanizmlar belgilangan. Bu esa sohada shaffof moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qilib kelmoqda. Shu munosabat bilan Madaniyat vazirligi tomonidan qaror loyihasining ayrim bandlariga yengilliklar kiritish, amaliy qo'llash mexanizmlarini qayta ishlab chiqish, soliq miqdorlarini toifalar kesimida adolatli belgilash, sohaning turli ishtirokchilari uchun tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish hamda qator normalarni yanada aniqlashtirish bo'yicha taklif va e'tirozlar bildirilgan. Vazirlik ushbu masalada jamoatchilik fikri, ijodkorlar va soha vakillari takliflari muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Chunki qabul qilinadigan har qanday qaror avvalo qonuniylik, adolat va amaliy samaradorlik tamoyillariga asoslanishi kerak. Madaniyat vazirligi mazkur loyiha yuzasidan muhokamalarda konstruktiv yondashuv tarafdori ekanini ma'lum qiladi. Vazirlikning asosiy maqsadi bir tomondan sohada shaffoflik va qonuniylikni ta'minlash, ikkinchi tomondan esa ijodkorlar faoliyati uchun barqaror, adolatli va amaliy jihatdan maqbul shart-sharoitlarni saqlab qolishdan iborat, deyiladi xabarda.